Assalomu alaykum. Aka nima bo'ldi? Aka daftala bo'ldi aka. Nima bo'ldi? Piyozni ekdim aka. Hanimdan aka. Kola ichaman dedim aka. Mana qarangda mana kola aka. 5000 aka. 3 ta kolaga 1 setka piyoz beryapman aka. Mana o'zim men nima qilay? Mana bunaqa Damas'dan ikkitasini sotdim. Piyozga chirt etib chiqdim. Onangning bagi boshida sotsam o'lamanmi? Keldi. Mana suv 15000. Bu suvdan ichim kuygandan bir kunda 4 ta ichyapman aka. Mana bu 1 setkan puli 3 tasi nima qilaymi? Osh yemayapman aka, suv ichyapman aka. Suv bilan qorin to'yg'izyapman. Yoz ekmay men o'lay aka. Endi borku aka ketaman. Nega ketaman? Mana piyoz ham, mana shu yerda odamlarga mana shuncha piyoz. Mana shu Damas'dan ketsam bo'ldi aka. Piyoz tekin. Tekin, bepul. Olsin men ketsam bo'ldi.